Barchaga salom, sizlar men doktor. Bugun juda ham zo'r eksperiment o'tkazmoqchiman. Kompot qanday deyotgan bo'lsalar, kompot mana. Barchaga salom. Bugun biz juda ham zo'r eksperiment o'tkazmoqchimiz. Men 24 soat zombiga aylanmoqchiman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Zombiga aylanmoqchiman. Doktor esa menga yordam bermoqchi. Zombiga aylanishimga shunaqa narsalar qilib menga yordam bermoqchi. Qaranglar, zo'r narsalar qilmoqdamiz biz. Mana bu endi suyuqlikni ichsam men zombiga aylanaman. Faqat 24 soat. Undan kam ham emas, ko'p ham bo'lmaydi. Ha, kompot to'g'ri aytyapti. Bu juda ham zo'r. Ha, albatta. Bo'lmasam, hozir bering men ichib ko'raychi. Bo'lmasam hozir ichib ko'ramiz. Davay bolalar, bo'lmasam ichamiz va zombiga aylanamiz. Davay bo'lmasam, let's go. Soli ehtiyot bo'lib ichgin. Xo'p. Ehtiyot bo'lib ichaman sekinlik bilan. Ozgina-ozginadan ichamiz. Davay, let's go. Uncha yomon emas ekan lekin ta'mi. Nimadir radiatsiya beryapti, tushunmadim. Orqaga sanoq bo'lyapti. Nimaga? Ha, bu normal holat. Xo'sh, senda 10 minut vaqting bor. Hozir qishloqqa ketib ol. Bo'lmasam vaqting bo'lmay qoladi. Tezlash. Ha, menda hozir 10 minut vaqtim bor. Tezroq ketishim kerak. Aytgancha, qanday ketaman? To'g'ri qarab ketsang, o'sha yerda qishloqqa tarafga tezroq bor. Iltimos, tezlash. Xo'p, rahmat. To'xtang, menda radiatsiya tugadi o'sha. Yo'q, tezroq ketib ol, iltimos. Tezroq qishlog'ingga ket. Bu yerdan tezroq ket. Nimaga ketishimga bo'ldi, tushundim. Hammasi tushundim, men ketdim. Tezlash kerak bo'ldi, tezlash kerak. Barchaga salom, sizlar men Kompot. Bizning yangi videomizga xush kelibsizlar. Yana bir bor salomlashyapman. Like va obunalarni bosib qo'yinglar. Bugun juda ham qiziqarli video bo'ladi albatta. Bo'ladi, tezlashimiz kerak. Hozir zombiga aylanib qolishimizdan tezroq uyga borishimiz kerak, qishloqqa. Xo'sh, qishloqqa ham eplab qo'yib oldim endi esa. Tezroq uyga kirib, bilmadim endi boshlanadimi, qachon boshlanadi men bilmayman, lekin qachon boshlanishini, lekin nima bo'lsa ham eng muhimi qishlog'imizga kelib oldik. Eng yaxshisi shu. Hozir svetni o'chiramiz. Ehtimol qarshi, chunki hozir svetni o'chirmasak, bilganinglardek, zombilar yorug'likdan yonadi. Demak, svetlar uning uchun minus. Shunga mana bu lavani ham ehtimol qarshi yopishimiz kerak. Ha, hozir zombiga aylanib qolsak, yana anonni ham o'chirish kerak. Mana buni ham buzamiz. Davay. Bo'ldi, endi esa hamma narsa bo'ldi. Menimcha endi nimadir bo'lyapti menga. Menga shunday tuyulyaptimi? Menimcha o'sha qorong'uram tushdi. Menga rostdan ham bir narsa bo'lyapti. Ay boshim, bir narsa bo'lyapti, menga yordam. Nima bo'ldi? Men zombiga aylandimmi? Zombi. Yaxshi. Men endi zombiman. Men qornim ochdi. Menga kerak. Miya yeyman. Miya nima bo'la keraksiz? Menga beringlar. Kompot nima bo'ldi? Nima? Kompot senga nima qildi? Men kompot emasman, zombiman. Menga miya kerak. Miya. Maza. Yana miya istayman. Miya kerak, menga qilich. Miya yeyman. Miya beringlar menga. Miya kerak. Bor ket. Men miya yeyman. Menga miya beringlar. Eshikni och, miya. Eshik ochildi. Miya yeyman. Mazali, juda ham mazali. Yana miya yeyishni xohlayman. Juda ham ko'p miyalar. Qani hamma miyalar. Bola nima qildi menga? Bola nima qildi? Nima bo'ldi? Bola. Men miya yeyishni xohlayman. Bo'ldi, hamma qishloqlarni miyasini yedim, juda ham shirin. Sen yangimisan deyman. Men zombi Kompotman. Sizlar kimsizlar? Men zombiman.
Ha bu yerda hamma zombi qarochi. Biz zombimiz qarochi. Nima sen bu yerdagi hamma qishloqlarni yedingmi? De hammasini yedim, почти hammasini. To'xta orqaga qayt. Sen juda ham g'alatisan. Qandaydir bir kunda kelib qolgansan. Sen aniq zombi emassan. Men zombiman. 24 soat zombi bo'lsam ham zato zombiman. Seni zombi deb kim aytdi? Sen zombi bo'lishing uchun bizning shartlarimizni o'tishing kerak. Davay, hammasini unutaman. Zombi bo'lish uchun birinchi shart. Qoluvchisi bu yerdan o'tishing kerak bu parkurdan. Miyani parkurdan o'tishing kerak va ko'rmamiz. Ana u yerda miya bor. O'sha miyani olib kelishing kerak. O'shanda senga ishonamiz va zombi deb qabul qilamiz. Men zombi kompotman axir. Cho'l o'taman bu yerdan. Bu juda ham oson-ku axir, to'g'rimi? Hozir o'tamiz. Oppa. Yaxshi. Hop. Nima? Nimaga putim og'riyapti? Nimaga putim og'riyapti? Nimaga og'riq sezyapman nimagadir? Ana sandiq ko'ryapman. Mayli, men nima yerdan yo'q, hozir o'tamiz. Yaxshi. Og'riq sezyapman. Har bir sakrashda og'riq. Oxiriga yetdik. Yaxshi. Endi olamiz zombining miyasini va endi esa bo'ldi, mana olib keldim, hammasini bajardi. Yo'q, sen buni ham uddalading. Endi esa keyingi zadaniyaga o'tamiz. Zombi bo'lish uchun ikkinchi shart. Qarachi kompot, sen mana bu uydagi qarachi yangi nobni o'ldirishing kerak va uning mazg'obini yeyishing kerak, miyasini, ya'ni. Davay. Bo'ldi, men buni juda ham oddiy eplayman. Men uchun bu uncha ham qiyin emas. Bo'ldi, men ketdim bo'lmasam. Qanday yeyishim mumkin? Bo'lmasam birinchi olib eshigini buzamiz. Davay, eshik kerak. Menga miya yeyman. Miya. Kuchli ekan, qochish kerak, orqaga chekinish kerak. Ancha kuchli. O'ltiramiz. Yonamas, o'ldi. Hadi zombi kompot. Rahmat zombi. Xo'sh, endi esa bu mening uyim bo'ladi. Mana bu eshikni qo'yib qo'yish kerak joyiga. Lekin mana buni buzish kerak bo'ldi. Sen endi keyingi topshiriqqa o'tasan. Zombi bo'lish uchun uchinchi shart. Xo'sh, kompot, qarachi, hozir mana bu finalniy topshiriqqa keldik. Endi esa mana bu qishloqlarni hammasini yeyishimiz kerak, bu yerdagi hammasini. Bu yerda vaqt yetadimikan menga? Qanaqa vaqt aytyapsan? Hozirlar kun tortadi-ku axir. Ungacha ulgursak kerak. Mayli, bo'lmasam boshlaymiz. Ketdik. Ketdik, bo'lmasam hamma qishloqlarni yeymiz. Yeyman. Hammasini. Miya kerak menga, miya yeyman. Qishloqlar, mana bu yerda qishloqlar hammasini yeymiz. Yordam beringlar. Mazza. Juda ham mazali qochib turinglar. Og'riq tushyapti. Men o'zimni holat his qilyapman. Nima bo'lyapti? Men qayerdaman? Bo'ldi, o'zim oldimga qaytdim. Urre! Zombilar, men o'zim oldimga qaytdim. Nima, sen odammisan? O'yinchimisan? Bu seni yeymas. Yo'q, meni yemaydi, iltimos, qochish kerak. Hozir qochish kerak bu yerdan. Tezroq qochishimiz kerak.
Sekin bola tezroq qochishimiz kerak, bilib qolishdi. Bola bugun juda ham ajoyib sarguzasht o'tkazdik, to'g'rimi bolalar? Da to'g'ri oxirida zombi rasman zombi bo'lolmagan bo'lsam ham zato 24 soat zombiga aylanib yashab ko'rdik. Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Nimadir men nima bo'lganini umuman tushunmadim to'g'risi. Miyam o'zimga вообще quloq solmadi. Nima bo'lganini albatta kommentariyaga yozib, nimalar sodir bo'lganlarini albatta menga juda ham qiziq. Albatta o'qiyman. Menga yoqsa bo'ldi. Bo'lmasam keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr bola. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'yinglar. Endi qishloqqa qaytish kerak.